tayyor bo'g'oz biyani go'sht narxida olgan bo'lamiz. Живой вес 8 kilo bo'lsa, o'zi limuzin bo'lsa. Bugungi sanamiz 2026 10-iyun. Bo'ylari taxminan 1.65 atrofida, urumi metrda, yoshi 8 yashar. Yeb ichishi tani joni sog', yovoshligi yovosh. Jonivori, ko'kraklari, bo'ynilari, kalavoshlari, suxoyligiga bir ahamiyat berib qo'ying. Eng glavniysi biyani bo'lsa, uzuni bo'lsin, limuzini bo'lsin degan ko'krakka bu videomizdan jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Живой вес kelib tortib olsangiz ham bo'lar ekan, 8 kilo ya, yetuv bo'g'ozligiga. Telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxiga kelsa, narxini 55 million yana xayriga ham o'tib beraman deyaptilar. Jonivorlar qani uzunligini, kalla boshlarini. Ayg'irga o'xshashib ketadi-ya. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying, aka. Mana dengizda chiqqan joylari, jonivor. Lopillab turibdi. Oy kunda barakasi yo'q. Ertaninga tug'ib bersa, xudo xolasa, onasi tekinga qolib ketadi sizga. Bolasidan chiqib ketadi, xudo xolasa. Yaxshi niyat yarim mol u. Mana jonivorlar, ko'kraklari, uzunligi, oyoq qo'li chaqqonligiga bir ahamiyat berib qo'ying, jonivorlar. Kalla boshlariga. Qo'chqor kalla deydi buni. Lekin haqiqatan limuzin biya ekan jonivor.